Eshitdingmi? Rodri Realga o'tarmish. Yo. Barsaga o'tarmish. Boshimni qotirmadan. Men shaxmatga qiziqmayman. Aynan shu mavzuda bugun gaplashamiz do'stlar. Sizlar bilan Dilshod Salihov transfer olamidagi eng shov-shuvli, oxirgi paytdagi eng ovozali bo'layotgan voqealardan bittasi kutilmaganda Rodri Realga emas, Barselonaga o'tadigan bo'lib qoldi. Bunga sabab nimada? O'zi aslida Real Madrid Barselonaga, ya'ni Rodriga qiziqish bildirgan. Rodrining o'zi ham Real Madridga o'tishni xohlagani haqida juda ham ko'p gapirdi. Madridni yaxshi ko'raman, Madridni bu oxir oqibat Barselonaga yaqinlashib qoldi. Endi bu voqealar rivojini eshitgan bo'lsangiz kerak. Ya'ni Real Madridni Florentino Perez narxni sindirish uchun bloklab qo'ygan. Undan keyin Barselona Manchester Cityga bu odati, bu qilig'i yoqmaganligi uchun Barselonani o'yinga tortgan. Barselonadan Guardiola qo'ng'iroq qilgan. Rodriga Barselonaga o'tgan, u zo'r Barselona. Xullas shu bilan u kutilmaganda orzudagi jamoasi Real Madrid bo'lib turib Barselona bo'lib qoldi. Qanaqasiga odam? Qanaqasiga odam 200lamachi bo'lishi mumkin? Aynan mana shu uchun Florentino Perez do'stlar bekordan bekorga boshni rad etmagan ekan. Oldingi videolarimda aytib o'tdim, voy bir marta o'sha raqibi bilan og'zaki kelishuv bo'lgandan keyin Florentino Perez o'ylab ko'raman dedi. Lekin jahon chempionati o'yindan keyin Real Madrid atrofidagi insonlar hammasi bosim qilib, bo'pti shartnoma tuzamiz, davay do'gur qilaring deb tayyorlab turgan paytda ikkinchi marta qo'lini tushirib o'tibdi. Rodri do'stlar, o'zi Rodri Realga kerakmi, Barsaga kerakmi? Shu haqida gaplashamiz. Real Madridga Rodri kerakmi? Kerak edi. Pozitsiya nuqtai nazaridan Modric Kroos ketgandan keyin o'sha yosh katta o'yinchi, yosh katta futbolist bo'lmaganligi uchun bir maydon markazidagi to'pni nazorat qiladigan, hujumni kutib oladigan o'yinchilarda bo'lmaganligi uchun Chouameni hamda boshqalar o'rtasida o'sha Valverde eng kulminatsion ikkita o'yinchida bo'la, ya'ni eng tarkibni hal qilib beradigan ikkita o'yinchilar o'rtasida nizo, xullas bu bo'ldi. Shu bilan Real Madridga kerak edi Rodri. Rostdan ham kerak edi. Lekin mayli, endi o'zining ixtiyori, Barselonaga o'tishni qaror qildi. Yaqinda ham o'sha Xerigugo chiqib qolsa kerak, ko'ramiz endi Rodrini intervyusini nima bo'lar ekan. O'zidan o'zi, men tilim adashib, tilimga uchuv chiqib, Barselonani maxfiydim demasa bo'ldi endi do'stlar. Bunaqa ham kutish mumkin. Rodridan bunaqa ham kutish mumkin. Keyin mana o'sha taktik nuqtai nazardan Real Madridga kerakmi? Bu haqida oldingi videolarimizda to'xtalib o'tgandik. Endi qisman Barselonaga kerakmi degan mavzuda. Endi ko'pchilik Barselonaga kerak, De La Fuente mana Ispaniya bilan nima qilishadi, xuddi shu ishni Barselonada qilinadi deyilyapti. Juda ko'pchilik o'zini oqlaydi deyapti. Hattoki o'sha taktik geniy Guardiola ham sani joying aslida Barselona deb unga aytgan. Shu bilan u Barselona tomon yo'l oladigan bo'lgan. Lekin shaxsan meni, oddiy bitta futbol muxlisi sifatida men o'zimni tahlilimni aytib o'taman. Bu transfer Real Madrid uchun omadli edi, lekin Barselona uchun umuman omadsiz transfer bo'ladi. Nimaga? Real Madridga misol uchun Real Madridda ko'plab o'yinchilar bo'lib ketdi oxirgi paytda. Men faqat ovotda sotishdan darak yo'q. Futbolchilar rotatsiya qilaman desa ham katta baza qilib berdi unga. O'sha Florentino Perez, Mourinyo'ni shu og'zidan adashib tushida ham endi desa ham olib beryapti. Ya'ni zapas ko'pda. Misol uchun endi bilamiz, Rodrining travmatikness, ya'ni travmaga, jarohatga moyilligi bor bo'lganligi uchun uni travmasi uni o'rnini to'ldirib keta oladigan boshqa o'yinchi bor. Misol uchun Bernardo Silva bilan to'ldirishi mumkin. Misol uchun Kamavinga bor, endi yo'q deganda ham. Barselonada esa do'stlar, Barselonada uni travmasi o'zi Barselonaga u nima kelyapti desa, Olmo hamda boshqa o'yinchilarni travmaga moyilligi bo'lganligi uchun. Travmaga moyilligi bu shundoq ham o'zi nogiron bolani olib kelyapti-da. Ya'ni uni travmasi olish ehtimoli ko'proq bo'lgan bolani o'rniga olib kelyapti. Misol uchun mana
Olmoni yoki De Jong aytaylik, mana De Jong, Olmo futbol o'ynasa travma oladi. Rodrichi peshkom yurib travma oldi hozir. Bitta uxlab tursa, bitta oyog'ini ustiga bundoq qo'yib yotgan ekan, ushib qolibdi, shu bilan travma olib qolibdi. Do'stlar, bunaqani o'rniga bunaqa travma olmaydi. Ya'ni bunaqa o'yinchini o'rniga bunaqa o'yinchi olmaydi. Birinchidan mana De La Fuenteni o'sha Ispaniyada qilgan taktikasini u yoqda qilyapti. Hop, Ispaniyani terma jamoasini ozgina tahlil qiladigan bo'lsak, to'g'ri o'sha Barselonani o'zagi bilan qildi. Lekin Pedrining yonida kim bor edi? Pedri yonida u Fabian Ruiz hamda teparoqda Olmo. Mayli, tepada Olmo unga yordam beradi. Lekin u Ispaniya terma jamoasi Rodri bilan Pedri bilan Rodri zaminyaющий bo'ldi. Ya'ni biri tushmasa, biri ikkinchisi o'rniga tushyapti. Buni narsani qanaqa qilib turib Barselonaga olib kelishyapti. Ya'ni ikkinchi Pedrini olib kelishyapti. Yoshi katta qariya Pedri. Pedri bilan Rodri ikkalovi pozitsiya, ya'ni taktik jihatdan deyarli bir xil bo'lganligi uchun ham De La Fuente ularni rotatsiya qilib o'ynatdi. U yoqda unaqa imkoniyat bo'lmaydi. Ya'ni o'tda o'ynashing kerak bo'ladi. O'tda sochib Pedri berib qo'ymaydi. Endi hozirgi Pedri berib qo'ymaydi unga, Rodriga. Undan tashqari Flick yuqori pressingda o'ynaganligi uchun ham menimcha Rodri unga to'g'ri kelmaydi. Chunki Rodrini bilamiz, shu maydon markazi hamda sal quyuqroqda harakat qiladi-yu. Lekin shu to'pni nazorati, lekin Barselona hozir yuqori pressingni o'ynayapti. Shuni sentr bu yog'ida Casado kim edi? Ani himoyachisi yuribdi-da. Himoyachisi yuribdi. Ya'ni yuqoriga chiqib ketganligi uchun, u yuqoriga chiqib ketib qolsa, o'tda Pedrini o'rni yo'qolib qoladi deb hisoblayman. Undan tashqari bitta o'ynab keta olmasligiga eng katta faktorlardan bittasi bu Barselonani falsafasi, do'stlar. Ya'ni Barselona mana necha yillardan beri oxirgi shu 10 yilligini olamizmi, misol uchun oxirgi 5 yilligini olaylik. Yarim himoyachilar olsa, u o'ynab keta olmaydi. Chunki Barselona bir shunaqa jamoaki, faqatgina o'zini maktabidan chiqqan bolalargina yarim himoyani quradi. Xavi, Iniesta, Busquets, hozir Pedri, misol uchun to'g'ri Pedri ham sotib olingan, lekin juda yoshligida sotib olingan. Gavi chiqqan. Misol uchun mana Casado, Bernalda bor-ku, ular hammasi maktabidan chiqyapti. Mayli, misol uchun yuqori sifatli emasdir, lekin maktabidan chiqyapti, asosiy jamoaga tortyapti, o'ynab ketyapti. Barselonada bitta shu to'g'risida kelganda, endi Barselona haqida ozgina aytib o'taman. Barselona biroz xudbin jamoa-da. Ya'ni mana Barselona yarim himoyasini aynan shu Barselonani o'ziga yarim himoya bo'lganligi uchun ham uni faqatgina o'zini falsafasida o'rgangan, nima deydi, o'zi falsafasida o'sgangina bolalargina o'ynay oladi. Misol uchun Barselonadan chiqqan qaysi o'yinchini eslay olasizki, ya'ni maktabidan chiqqan boshqa misol uchun boshqa jamoaga ketsa, Barselonada nom chiqarib ketsa, o'tda zo'r o'ynab ketgan unaqa muvaffaqiyatli o'yinchilar juda kam-da. O'shaning uchun ham, ya'ni va yoshi katta bo'lib turib Barselonaga kelsa, u o'yna olmaydi. Mana shu yerda o'zida mana taqqoslash uchun endi Real Madridga aytib o'taman. Real Madridda futbolchilarda ta'limda, misol uchun misol tariqasida aytadigan bo'lsak, Barselona xuddi Buxoroni Qorako'l maktabiga o'xshaydi, faqat aniq fan, faqat matematikaga ixtisoslashtirilgan, faqat matematikani chuqur o'rgatadi. Real Madrid bu O'zbekistonning umumiy o'rta ta'lim maktabiga o'xshaydi. Ya'ni hamma fanni ozgina qiladi. Sal yoshi katta bo'lsa, o'zi hal qiladi. Qayerda o'ynashi, kim bilan o'ynashi, qaysi pozitsiyada, qaysi falsafada o'ynashi. O'shaning uchun Florentino Perez maktabi bilan solishtirilganini aytadiki, Real Madridning falsafa maktabi muvaffaqiyatliroq. Nimaga deganda, La Ligada bizning nechta futbolchimiz bor degan. Ya'ni o'tda nom jihatdan to'g'ri Barselonaniki super, Xavi, Iniesta, misol uchun Pedri, Messi, Yamal chiqyapti maktabidan, lekin faqat o'zi uchun chiqyapti. Bu, ya'ni o'ynasang faqat menda o'yin yoki umuman o'yna olma degandek. Real Madridda umumiy universal tarbiyalayapti. Misol uchun umumiy hamma ma'lumotni beryapti. Xohlasang matematik bo'l, xohlasang doktor bo'l, xohlasang taksist bo'l. Qo'pol qilib aytganda. O'shaning uchun ham Barselonani falsafasida o'qimagan odam Barselonaga kelib o'ynab ketish juda ham qiyin. To'g'ri, Rodri nisbatan yaqinroq, falsafasi yaqinroq. Misol uchun, misol tariqasida mana oladigan bo'lsak, oxirgi yaxshi yarim himoyachilardan bittasi mana Gundogan.
jahon darajasidagi o'yinchi keldi, hech nima qila olmadi. To'g'ri, misol uchun Xavida bardak paytida keldi, lekin hech nima qila olmadi. Yoki misol uchun mana Mirolm Pjanic olamiz. Mirolm Pjanic Yuventusda fantastik o'yin o'ynadi. 60 millionga Barselona sotib oldi uni. Deyarli o'ynamadi bola. 90% ham 10% ham o'ynamadi shekil. Keyin CSKAga ketdi do'stlar. CSKAga ketdi. Hozir bilmayman qayerga ketdi. Hozir mana Sharjada yurgan ekan. ChatGPTning aytishi bo'yicha Sharjada yurgan ekan. Tasavvur qilasizlarmi? Pjanic zo'r o'ynadi. O'sha Massimiliano Allegri'ni o'sha paytda eng pik nuqtasiga chiqqan paytida shundoq kelyapti, Barselonaga o'tyapti, hech nima qila olmayapti. Shundan keyin CSKAga ketyapti, oxir mana Sharjada yuribdi. Mirovoy klassidagi o'yinchilar hech nima qila olmayapti. Yoki misol uchun mana Artur aytaylik. Artur keldi, yosh bola, 20 yoshli bola. Keldi-da, endi misol uchun o'sha taqqoslash uchun borgan maktabga aytaman, u abituriyent bola edi-da, ya'ni o'qishga moyilligi bor bo'lib turib keldi, qarasa falsafani sal ozgina o'rgandi, yaxshi o'ynab ketdi. Uni ham misol uchun tayyor zo'r o'ynayotgan bolani sotib oldi Barselona. Misol uchun Miralem Pjanic shu professor darajasida keluvdi, qarasa o'rganadigan, men o'rganmayman dedi, shu bilan o'ynamasdan ketdi. Xuddi shunaqa. Pedri ham xuddi shu do'stlar. Keladi, o'yna olmaydi, katta ehtimol bilan o'yna olmaydi. Misol uchun undan oldin olgan boshqa o'yinchilar ham bor. Misol uchun o'sha sal eskiroqga qaytadigan bo'lsak, Gleb bor yoki mana Kessie degan bolani oldi. Unaqa muvaffaqiyatli zo'r o'ynab olmagan-da bular. Yarim himoya. Boshqasi, misol uchun himoyachi olsa bo'ladi, hujumchi olsa bo'lishi mumkin, o'ynab keta oladi. Lekin aynan Barselonaning falsafasi yarim himoyada bo'lganligi uchun boshqa chetdan kelgan tashqi futbolchilar qo'shila olmaydi. Katta ehtimol bilan Rodri o'yna olmaydi Barselonada. Va undan tashqari mana endi klub tomonidan qaraydigan bo'lsak, klub yilni boshida o'sha transferlarni boshlaganida Alvares so'ramizda. Alvaresga 120 million beramiz yubordi. O'zi mana Barselonaning finansiy holat, ya'ni moliyaviy holat og'ir ahvolda hozir. Ya'ni bilamiz, o'sha zo'r pul topib yuribdi, zo'r harakat qilyapti, VIP tribunalarni sotyapti, nechidir yillab sotyapti. Misol uchun oddiygina Yandex Music'ga o'xshagan Spotify degan anaqa bilan приложение bilan shartnoma qilib, u nima qilsa, Shakirani vaka-vakasini qo'yasan desa, Shakirani vaka-vakasini futbolkasini o'rtasiga chiqarib turib o'ynayapti, majbur bo'lyapti. Ya'ni pul qilish kerak. Nima qilib bo'lsa ham harakat qilyapti, pul yig'yapti-da. 120 millionga Luis o'sha Alvaresni olaman dedi. Mayli, yo'q dedi. Endi hozir bular Rodrini olmoqchi. 30 yoshli nogiron bo'ladi. Barselona o'z moliyaviy qiyin ahvolda bo'lib turib, yana bu o'yinchini olishi, u shundoq ham yarim himoyachi yaxshi holat, yomon emas. Undan ko'ra himoyachi olib baraka topib, mana Inaki oldingi yili bolasi ketdi Arabistonga. O'sha zo'r bola. O'sha ketgandan keyin orada yana himoyasida bardak bo'lib qoldi-da Barselonani. Hozir eslab Inigo Martinez. Shuni o'rniga ol. Yoki misol uchun mana Leva ketyapti, Ferran ketyapti misol uchun. Leva ketdi, mana Ferran ham ketyapti. Hujumchi ol, baraka topib, u yarim himoyachi normal holatda. O'zi eng ishonchli nuqtasi yarim himoyada. Yarim himoyachi yana hozir 45 millionlik shartnoma tushdi. Mana hozir o'sha video olayotganimdan yarim soat oldingi ma'lumotda 45 million shartnoma qilaman dedi. Yo'q degan Manchester City tabiiyki yo'q degan 80 million so'rayapti. Jahon darajasidagi futbolchi uchun 80 million to'g'ri aytishingiz mumkin. 1 yil qolgan futbolchiga shartnomasi tugashiga 1 yil qoldi. Hamda 30 yosh, hamda travmatichность nimaga 80 million ko'p emasmi deyishingiz mumkin. Lekin Rodri bu jahon chempionatining eng yorqin yulduzi bo'ldi. Undan tashqari oltin to'p sohibi hamda yarim himoya. Bunaqa yarim himoyaga bunaqa summada, misol uchun nech pul 80 million bunaqa o'yinchi topib bo'lmaydi. O'zi aslida Manchester City so'rayotgan 80 million qimmatroq bo'lishi mumkin. 70 million, 60 emasda, shu 70, 80 million bu normal Rodri uchun. U chunki oddiy 19 yoshli bolani 140 millionga olyapti hozir. Jahon futboli shunaqa bo'lib ketib qoldi. Qimmatlashib ketyapti. Misol uchun mana xuddi
Rodriga o'rniga Cityga kelgan Andersonni ish pulga oldi. 128 millionga oldi. O'zi narxlar shunaqa o'zi. Shunda ham bular misol uchun Manchester City 80 million bo'ldi. Shu muqobil lotda 80 million bo'ldi. Undan tushmaymiz lotda. Bu 45 million taklif qilyapti Barselona. Ya'ni 45 millioni bor. Mayli, bo'lsin. Lekin 80 millionga Rodrini olish bu transferlardagi Barselonaning navbatdagi xatosi. O'z yaqinda video qilmoqchi edim Barselonaning transferlari haqida va o'sha shunaqa fikr bildirmoqchi edimki, shu oxirgi paytda mana shu transferlarni Flick nazorat qilayotgani bu, ya'ni misol uchun o'sha Adeyemi bilan Gordon keldi-yu, shu ikkita qanotga kelgani bu uje normal aql bilan transfer qilinayotganligini bildiradi. Undan oldingi transferlarni men oqlamayman-da Barselonani, ya'ni juda bir g'alati transferlar qilgan. Bu haqida alohida bitta video qilamiz. Deb endi mana maqtayotgandim. Barselonani maqtamoqchi edim-da. O'sha ketidan Rodriga shartnoma taklif qilaman deb qo'lini tushirib o'tiribdi. Real Madridga kelmagani yaxshilikka ekan. Misol uchun Real Madridga kelsa, o'zining nuqtasi bor edi. Misol uchun u o'shani transferiga bog'liq edi ko'p narsa. Misol uchun mana Rodri kelsa, o'sha Chouamenini sotardi. Ya'ni pozitsiya nuqtai nazaridan Chouamenini yana qimmatga sotardi. 140 million, 150 millionga sotardi. Va u Chouamenini Manchester United olardi, transferlarni u yakunlardi. U hozir kutib turuvdi. Rodri borsa, men Chouamenini olaman deyotgandi. O'sha Chouamenini ham o'zi ham ola olmaydi. O'sha mana mavsum shu transferlar tugashiga 20 kun yoki 30 kun qoldi. Yana boshqatdan bozorga chiqishga, yana boshqatdan futbolchi qidirish kerak. Manchester United hamda hozir juda voqealar rivoji yaxshi ketayotgan paytda noto'g'ri tomonga yo'l olib qoldi-da. Misol uchun Rodri kelgandan keyin mana Chouamenini ketqizdiga Vinicius ham ketishi kerak edi. Chunki Vinicius bilan Rodri oltin to'pga talashib qolgandan keyin Viniciusga qarshi misol uchun hozir shartnoma tuzishda o'sha mana muvaffaqiyatli bo'ldi. Tasavvur qilaylik, shartnoma tuzilmagan, unga bosim bo'lyapti-da. Ya'ni Real Madrid bosim qilyapti. Ya'ni Rodrini olib kelamiz. Xuddi sanani dushmanini olib kelamiz, Rodrini olib kelamiz, kundoshini olib kelamiz degandek qilib. Olib kelamiz, Diamondini olib keldik sana o'rninga. Shu bosimda bugun tinchgina keta qoladi deb Arsenalda talab ketib olish kerak edi o'zida. Pand berib o'tiribdi hozir. Mana hozir o'sha Chouameni ham katta ehtimol bilan ketmaydi va Diamondini olib qo'ydi. Diamondini o'ng qo'lga qo'yadi. Valverde Vinicius bilan ham shartnoma uzaytirib o'tiribdi. Transfer olamida shunaqa gaplar do'stlar. Rodri bilan bog'liq shuncha gap-so'zlar, shuncha mish-mishlar, shuncha voqealar rivoji o'zgarib ketib qoldi. Oxirgi videomizni endi shu 10 mingta odam ko'ribdi, lekin 200 ta ham emas. Podpисчик bu uyat bu gif bor-ku qiladigan. Shunaqa bo'pti do'stlar. Bosib qo'ying, podpiskani bosib qo'ying do'stlar. Sizlardan hech nima ketmaydi. 100 ta podpischik kanalinglar bor, yana bittaga ko'paysa hech nima qilmaydi, to'g'rimi? Sizlar bilan tahlil, futbol, transfer tahlili Dilshod Salihov. Salomat bo'linglar.